Ko'p insonlar judayam ko'p harakat qilishiga qaramasdan o'zini hayotida serobgarlikni va pullar oqimini yaratolmaydi. Mana shunday paytida biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu aynan bizni pulga doir bo'lgan qo'rquvlarimiz ustida ishlash hisoblanadi. Agar insonda "Men katta pul topadigan bo'lsam, pul menga tashvish keltiradi. Puli bor insonlar baxtsiz insonlar. Pul uchun meni o'ldirib yuborishlari mumkin. Pul uchun mendan foydalanishadi" va shunga o'xshagan o'y-hayollari, fikrlari, pulga doir bo'lgan negativniy fikrlari bor bo'ladigan bo'lsa, aynan bu insonni pulga doir bo'lgan ong ostida negativ so'zlar borligini, fikrlar borligini, o'y-hayollar borligini, qo'rquvlar borligini bildiradi va insonni hayotiga kirib kelayotgan pullarni chegaralaydi. Ong osti agar bizni hayotimizga katta pullar kirib keladigan bo'lsa, bu bizga xatar tug'diradi degan hislarni insonni tanasiga beradi va natijada inson o'zini hayotiga katta pullarni kirita olmay qoladi. Aynan mana shuning uchun ham inson pulga doir bo'lgan qo'rquvlari ustida ishlab turib, ularni transformatsiya qilib, pulga ijobiy fikrlar bilan qarashni o'rgansa, albatta u o'zini hayotida kerakli bo'lgan pullar oqimini yarata oladi.